O'limimga rozi bo'lish necha pulga tushdi? Yoki tepalikdan sakraganimga necha pul bo'ldi deb so'rabdi. Keyin qog'ozga qo'l qo'yganimga hamma kulibdiki, o'limizga rozi bo'lganingiz uchun qog'ozga podpis qo'ydingizmi deb. Yo, zaksga borganimga qo'l qo'ygandim deb hazillashishim keldi-da. Korotchi bachalar, men full attraksion olganman. Tipa u yoqqa bo'lgan, tipa hammasiga bitta sakrab chiqaman, qilib chiqaman debda. Lekin afsuslandim. Chunki hali bunaqa katta ishlarga tayyor emas ekan. Ana u jarlikdan piyoda tepaliklarga chiqib tushib o'tish kerak ekan va yuragimni dabdala qildi. Boshiga davay zur mazza dedim, lekin alpinistlarga juda ham og'irligini 4 qadam qo'ygandan keyin bildim. Korotchi jarliklardan o'tishni o'zi juda ham qiyinlik qildi. 200 ming ekan, via ferratdami shunday ekan. Yerga vobshe qaraolmaysizlar, orqaga esa umuman qayta olmaysizlar. Qolgan ziplaynlar esa 150 ming. Dahshat, strashni bor-ku, men hali ham sizlarga bittasini ko'rsatdim. U yoqqa bundan ham kattalari bor edi. Sakrashni o'zi esa meni aniq esimga yo'q. 300 ming edimi, 300 mingdan qattiqina ko'proq edimi. $100 kisalaringizga shunday qistiribgina ketsalaringizlar agar maza qilib o'limlaringizga rozi bo'lib aylanib kelasizlar. Eng qizig'i biza bilan bitta boboyam chiqdilar-da. Bilasizlarmi, har hafta kelib ana shu tepaliklardan chiqib ketayotganda. Minus tarafi ham bu yo'q ekan. Shuncha joyga borganlaringizcha bor-ku, hamma joylaringiz chang-kir bo'lib ketadi. Qaytishga keyin hammomga kirib, cho'milib, toza bo'lib keyin uyga ketgan yaxshi-ku. Keyin yana bitta narsa, ham suv olinglar, ham ovqat olinglar. Keyin qorinlaringizni ko'proq to'ydirib kelinglar. Yarim yo'lga charchab, hashillab och qolib ketasizlar.